ko'pchilik xato qiladigan 45 gradusda, ya'ni naklonli skamyada jim gantel qilayotganda xato qiladi. Ya'ni oldingiz mana o'sha xato ketdi, ya'ni noto'g'ri olindi ichi. Qo'y boshini olingda, tezda. Bitta oyoqni otasizlar. Birinchisi ketdi, ikkinchisi yotgan o'sha ikkinchisi ketiladi. Bir sirasi ko'tarish kerak oyoq bilan, noto'g'ri boshdan sirasi. Qani sira bitta ko'tarish, sizdan teparoq ko'tarasiz. Birinchisini ikkinchisi sirasi ko'tarib tepaga oting, qo'li bilan olib chiqing. Ha, shunday. Olindi. Endi ishlang bitta, ishlab ko'ringlar. Ha, ishlaydi. Qani, ko'pchilik xato qilgan. Katta ochib yuboradi, yelkaga tushiradi. O'sha xato bo'ladi. Hayla, sizlarga texnikani tushuntiraman. Ketdi. Ko'taringlar. Tepaga ko'taring, qaranglar. Chig'ana ichkariga beriladi. Sal uchburchak qilinadi. Ketdi, pastga qarab cho'ziladi. Gurut yoniga yo'q, na ochmang. Chig'ana ichkariga bering. Uchburchak holatda ana. Ko'krak yoniga tushdi. Cho'zildi, ko'taramiz, olib chiqib gurut chiqamiz. Tushirilyapti. Ko'tarib olib chiqib chiqamiz. Tepaga bir xilda. Bir xilda tushirildi, bir xilda orqaga qaytariladi. Yonga uning pastga tushib turib, oldiga itarish shart emas. Bir xilda pastga tushdi, tepaga itaramiz. Xuddi shuna qilib ishlaymiz. Birinchi 15 ta qizdirib olasizlar har doim, keyin qo'yanni ves qo'shib, pasportlarni keyin ves taftaringni kamaytirib boraverasizlar.